Alloh umriga borganingizni bildi. Endi boshqalar bilish shart emas-ku. Alloh bilyapti-ku. Haddib Telegramda rasm almashtiraverirish, haddib Instagramda rasm almashtiraverirish insonning qalbiga ozor, o'ziga ham ozor bermayaptimi? Bo'ldi, Alloh bilib bo'ldi uni. Olib qo'yganda qiyomat kuniga parchalab tashavermang. Bo'ldi, Alloh bildi. Ihrom kiyganingizni ham bildi, u joyda Qur'on o'qiganingizni ham bildi, u joyda Ka'baning atrofida tushganingizni ham bildi, hammasini bildi. Bo'ldi-da endi deyapti Alloh. Kechasini ham bilyapti-ku, kunduzini bilmaydimi Alloh? Nahotki shu to'rtta ko'z uchun hamma narsani qurbon qilaversak, Alloh taologa nima olib boramiz ertaga? Allohning oldiga. Oshnamiz umriga borib kelgani uchun borib kelmaylik, likillar. Nimaga ketayotganimizni his qilaylik. Qalbda xokisorlik bo'lsin, g'am bo'lsin, qayoqqa ketayotganimizni sezaylik. U abstrakt joy emas, u Eyfel minorasi emas, Ka'ba u. Ibrohim alayhissalom yig'lab qurgan Ka'ba u. Ismoil alayhissalom bilan qiynalib qurgan Ka'ba u. U rasmga tushaverib, mayli tushirsin, qaytarilmaydi. Lekin u bu narsa olib ketaylik deyapmiz, xolos oxiratga. Nimadir olib ketaylik oxiratga. Ertaga Alloh bizni ham yoqamizdan ushlaydi. Nimaga qaytarmading deydi. Nimaga sen jannat gapirib, lekin bu yomonliklardan, munkarlardan qaytarmading?